Assalomu alaykum. Pinablog O'zbekiston kanali obunachilari. Do'stlar, 2025-yil 10-mart holatida Pinablog ishlab chiqarish bo'yicha to'liq ma'lumot beramiz. Bu videoda to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Pinablog biznesiga qiziqganlar, ishlab chiqarish jarayoni, qaysi mahsulot qancha qo'shiladi, Pinablogdan qurilgan uy, Xitoy hind parashyutlarini qayerdan olsa bo'ladi, Pinablog apparatlarini qayerdan olsa bo'ladi, to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, mana seximiz, gipslarimiz samasval qilib tushirilgan, ishlarimiz qo'yilgan, aravalarga mana shunday 4 ta qilib chiqib ketiladi. Adresimizni aytib o'taman. Birinchi bo'lib, adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida. Mana shu ishlab chiqarayotgan ishlarimiz, ko'rib turgan Pinabloglaringiz Qashqadaryo Muborak tumanida. Ekrandagi nomerlarimiz bor do'stlar. Pinablog apparatlari, Xitoy hind parashyutlari O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Mana shu 94 339 34 36 nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Kimdan kim Pinablog biznesiga qiziqsa, Pinablog apparat, Xitoy hind parashyut barchasini yetkazib beramiz. Yig'ishlarimizga keladigan bo'lsak, tumbali yig'ishlarimiz, latoyli yig'ishlarimiz barchasidan bor bizda. Oddiy 20-30-60 razmerli yig'ishimiz, tumbalik, latoyli yig'ish hammasidan bor. Narxiga keladigan bo'lsak, 12,5 ming so'mdan joyida yuklab beryapmiz. Qashqadaryo Muborak tumanida. Ishlab chiqarish jarayonlari mana shunday davom qilaveradi. Qolipdan olish jarayonlari, quyish jarayoni, bu yog'lash jarayonlari hammasi ko'rinadi videoda do'stlar. Videomiz deyarli 18 minut cho'zilgan. Shunga yarasha ma'lumot olishingiz mumkin. Oxirigacha ko'ring videomizni. Ketkazmasdan oxirigacha ko'ring. Juda ham foydali video ishlangan. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'ying. Videomiz yoqgan bo'lsa, layklarni ham bosib turaveramiz do'stlar. Yog'lash jarayoni bizda valikda do'stlar. Kimda pulsator ma'qul bo'lsa, pulsatorda sepsa ham bo'laveradi. Bizda mana shunday valikda o'ta sifatli qilib yog'lanadi. Yog' hamma joyiga tegadi. Undan keyin g'ishti burchaklari ham qo'pib ketmaydi. Kimda savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiramiz. Videoni ko'ringlar. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiramiz. Biz bilan bog'lanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga telefon qilyapsiz. 94 339 34 36. Bir tomondan g'ishlar aravaga yuklab ko'chaga quritishga ketaveradi. Bir tomondan yog'lab, qoliplarni yig'ib, keyingi partiyaga tayyor qilib quyib qo'yiladi. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Juda ko'pchilikni savoliga javob sifatida necha kishi misol uchun bir kunda nechta g'isht quysa bo'ladi deydi. Bizda o'rtacha 4 kishi. Bizda 4 kishi 360 ta g'isht quyib turibdi. Mana shu 9-mart, 10-mart holatida bir kunda 360 dona g'isht quyib turibdi. Keyin qanchadan to'lanadi deb puliga qiziqayotganlar uchun 2,5 ming so'mdan donasiga mana shu quyib yuklab ko'chaga olib chiqqanini o'ziga 2,5 ming so'mdan pul to'lanadi. Bir donasiga 360 tasi 900 ming so'm puli bo'ladi. 4 kishi 225 mingdan oladi do'stlar. Kunlik topadigan yigitlarning puli 225 ming so'm. Kunlik pulini oladi. Mabodo 360 dan kam bo'lsa, kamroq pul oladi. Ko'p bo'lsa, ko'proq pul oladi. Xullas donasiga 2,5 ming so'mdan har kuni kechqurun pulini olaveradi. G'isht sotilsa, sotilmasa qizig'i yo'q. Ustalar pulini olib ketadi. Do'stlar, qorish jarayonlariga retseptlari bilan tanishtirib o'taylik. 50 litr suv, 38 kiloluk qopda gips, 2 kilo sement ekran burchagida qolib ketyapti. Hozir uni ham qo'shadi. 2 kilo sement retsept shu. Keyin parashyutdan taxlangan pena do'stlar. Penaga baho beramiz. Mana sementga ham quyib yuborishdi. Pena keyin qorib quyib yuboriladi do'stlar. Mana shunday ish jarayonlari bilan qilaveradi. Qorish jarayonlari hozircha bir 2 minut yabi ovozsiz ko'rsangizlar ham videoni o'zini yo'q ovoz bilan ko'rsangiz juda qiziqarli video. Mana shu tarzda qorib qolipga quyib yuboriladi.
borganda retsept 3ta retsept. Do'stlar, mana shunday qo'yish jarayonlari davom qilaveradi. Bir tomondan quyib kelinadi, bir tomondan ishlab kelib, ishlatishamiz, bir tomondan yog'lar qilinadi. O'zbekcha ishimiz sharqalakda aylanadi. Bunga qiziq bo'lsa, sizga qilaveramiz bizlarga kanallarga. Bunaqa taraflari, parashyutlari. Hammasini yetkazib beryapmiz. Parashyutlarni ham ko'rsatamiz, keyin ko'rsatamiz desa. Yana ham tushunmagan joylar bo'lsa, kommentariyada qoldiramiz. Kompressor davomiyati o'rtacha 5-6 atrofida. Like bosishdan chiqqan bo'lsa, like bosib qo'yamiz. Agar yangi bo'lsangiz, obuna qilishni yo'q, mana shu qiziqarli videolarni chiqarishda davom etamiz. Bu videoda to'liq holatda chiqyapti. Ko'pchilik erishyapti, ko'pchilik qarashadi. Faqat nimaga bog'liq? Faqat ko'proq ishga bog'liq bo'lsa, yaxshi gips bo'lsa, yaxshi g'ish chiqib kelaveradi. Parashyutda taxlang, bog'lang, yerdan taxlang, bog'lang, ko'zdan pena chiqaring, mana shu suyum yaxshi pena bersa bo'ldi. Biz uchun yerdan ko'ra parashyut anchagina chiqadi. Pena funksiya nazaridan bo'lsin. Yaxshi. Bir qolganda o'rtacha 3-4 ta kelaveradi. Yashiryapsiz, nimadir qo'shyapti, ko'rsatmayaptilar, mana hammasi ko'rsatyapti. Sizda nima deydi? Hech qanday yoshiradigan sirni o'zi yo'q. Mana qiynatib chiqishni ko'rishlar mumkin. Xitoy parashyutining besh 20 minutda qolipdan yechiladi. Hozirgi kunda temperatura ham ko'tarilib qoldi. 15-20 minut qolipdan olinadi. Mana parashyutni ko'rishingiz mumkin, Xitoy parashyuti.
300 gram taxlanyapti. O'rtacha 250 gramdan 300 gramgacha taxlanyapti. 100 tadan ziyod qish beryapti. 108 ta, 110 ta qish beryapti. Shunday 300 gram 250 gram satilga o'lchab olgandan keyin mana shunday bir satil где-то 5 litrdan 10 litrgacha suv quyib aralashtirib pena generatorga yuboriladi. Mana zapravka jarayoni ham bitta ko'rsatiladi tushunmaganlar uchun. Mana bitta aralashtirib yuboriladi, bo'ldi. Ko'p uni aralashtirilmaydi, bitta cho'p bilan aralashtirib yuboriladi. Bo'lib pena generatorga quyib yuboriladi. Mana shu parashoyli suv bo'ladi. Ustidan 100 litr suvni motor bilan quyib yuboramiz. Pena taxlash jarayoni mana shu joy tushunarsiz joyi yo'q hech qanday. Bir satil suv quyib olindi. Buyog'i shilankani tiqib motor bilan quyamiz qolgan. Va yonboshdagi kranidan suv chiqquncha. Yonboshdagi kranidan kubik suv chiqib boshlagandan keyin yopib davlenani berib ishlashga tayyor bo'ladi. G'isht ustini mana shunday qirib tekislab chiqiladi. Mana bu 38 kilolik qoplarimiz bor, do'stlar. Taxladingmi buni? Ha, taxladim. Quydingmi? Ha. G'ishtlarimiz qotdi, mana shunday qoliplar ochilib. Euro qolip komplektda ham hammaga euro qolib uzatyapmiz. $900 komplet apparatlarimiz. Kimga qiziq bo'lsa shu biznes $900 O'zbekiston bo'ylab dastavka, o'rnatish, o'rgatish ishida parashoylari bilan ta'minlaymiz. Mana shuni sifatli gipslarni adresini berib qo'yamiz. Sifatli gips bo'lsa sifatli yig'ish chiqadi. Shularni hammasini adresini berib qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin, burchaklari joyida, o'ta qattiq holatda ishlarimiz. Yumshoq ishda burchagi ham o'ta zo'r, chiroyli chiqmaydi. Mana bu tekis chiqmaydi yumshoq ish bo'lsa. Qattiqligi uchun ham burchaklari joyida, ideal holatda. Bir ko'rganda ham bilsa bo'ladi sifatli ishda. Blokdan qurilgan uyga ham yaqinlashib qoldik. Videomizning oxirida qurilgan uylarni ham ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Endi haqiqatan ham uy qurta bo'ladimi deydi. O'qishdan. Mana shunday qolipdan olib chiqib ketaveradi aravalarga yuklab. G'ishtlarimiz o'ta zo'r holatda. Ho'l bo'lishiga qaramasdan pinkillab turibdi g'ishtlarimiz. Hali bu g'ishtlar ho'l, hammasi qurimagan. Olyapsizmi?
G'ishimiz ko'p. 5000, 6000 zapas g'ishimiz bor. Faqatgina qurishini ozroq kutiladi bo'ldi. Gramgacha to'g'ri keladi. Olyapsizmi? Mana qurigan g'ishimiz deyarli 16 kilo. Hol yana bir 250 gram quriydi. Mana bu kichkina g'ishimiz kimga qiziq bo'lsa do'stlar, kilosi ham to'shni kichkina g'ishimizda. Mana operatorlarimiz ham videoni ham yorib yuborishibdi deydi-ku. Mushuk kuchuklargacha tabiiy qilib tushirgan videoga. Qiziqroq bo'lsin. Mana do'stlar, penoblokdan qurilgan uyimizga ham yetib keldik. 1 yil bo'ldi bu uyga qurilganiga. 1 yil bo'lgan uyimiz mana ochiq havoda yomg'ir, qor bo'lishiga qaramasdan yaxshi holatda turibdi. Rangi o'zgarib qolmagan, g'ishi sifati buzilmagan, yomg'ir qorlarda erib oqmagan. Ko'pchilik biladi, yog'ingarchilik, qor, yomg'ir, muzlama yaxshigina bo'ldi. Mana endi baho beramiz. Uyni ko'rsatib chiqadi operatorimiz hamma joyda. Ma'lumot o'rnida aytib ketay. 21 ga 10 uyimizga 1800 ta bilan bitgan, 3 metr balandligi 15 qator qilib terilgan. Mana shu beton stoykalardan 27 dona qo'yilgan, o'pshi hamma yog'iga. Eshik derazalarga latoyli mana ko'rishardi mumkin. Bani xonalari ham ichkarida bo'ladi. Mana shu bani xonasi. Xullas do'stlar, videomiz yoqgan bo'lsa layklarni bosamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna tugmachasini bosishni unutmang. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Ekranda nomerlarimiz bor. Kimda kim shu biznesga qiziqsa telefon qilsin. Shu biznesning ichidagi Xitoy hind parashogi bo'lsa ham, kimga kerak bo'lsa ham yetkazib beramiz. Telefon qilsa ekrandagi nomerlarimizga yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Bizni O'zbekistondan chetda kuzatayotganlar bo'lsa ham chegaragacha apparatlarni dastavka qilib beramiz.